Paxta hosilini mashinalarda terib olish darajasini oshirish bo'yicha joriy yilda tarixiy islohotlar amalga oshirildi. Xususan, prezidentimizning tegishli qarori bilan shu yilning o'zida 800 dona paxta terim mashinasini sotib olish belgilangan edi. Olib borilgan ishlar natijasida mamlakatimiz tarixida birinchi marta 913 dona zamonaviy yuqori unumli paxta terish mashinalari fermer va klaster korxonalariga yetkazib berildi. Bugun mehnatgashlarimizning peshona teri evaziga hosil bo'lgan milliy boyligimiz yog'ingarchilik kunlarigacha nesnobud qilinmasdan zamonaviy texnikalarda terib olinmoqda. Bugun O'zbekiston qishloqligi tamomila o'zgardi, sohaga yangi nafas kirdi. Yillar orzu qilganimiz majburiy mehnat degan ibora hayotimizdan olib tashlandi. Oq paxtaning qora dog'lari ariy boshladi. Davlatimiz rahbarining oqilona siyosati tufayli bundalarda terimchilar o'rnini zamonaviy terim mashinalari egalladi. Hozir bitta mashina bir kunda 600-700 nafar odam bajaradigan ishni qilib qo'yyapti. Muhimi hosil sifatli yig'ib olinyapti. Joriy mavsum respublikamiz paxtani sifatli o'z vaqtida yig'ib olish bo'yicha prezidentimiz tomonidan ikki muhim qaror qabul qilindi. Birinchi qarorga ko'ra 2027-yilgacha chet eldan olib kelinadigan paxta terish mashinalari bojxona to'lovi va utilizatsiya yig'imidan ozod etilgan bo'lsa, ikkinchi qarorga ko'ra 2025-yilda yangi mashinalar sotib olish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Joriy mavsumda yangi keltirilgan va o'tgan yillardan olib kelingan 1756 ta paxta terish mashinalarini samarali ishlatish uchun mavsum oldidan aniq rejalar ishlab chiqildi. Shunga ko'ra, paxta yig'im terim ishlari boshlanishi oldidan respublikamiz bo'ylab paxta terish mashinalari mexanizatorlarining malakasini oshirish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi. O'quv kurslari yakuni bo'yicha 2427 nafar mexanizatorlarga Uzagri inspeksiya tomonidan sertifikatlar berildi. Ushbu murakkab va zamonaviy paxta terish mashinalarini o'zimizning mexanizatorlar ham bemalol boshqara olishini ko'rsatdi. Mamlakatimizda ilk bor bir yil ichida 2023 zamonaviy paxta terish mashinalari fermer va klasterlarga imtiyozli lizing orqali yetkazib berildi. Bu yilgi mavsumda 1756 ta mashina terimda ishtirok etmoqda. Har biri o'rtacha 60-70 tonna hosil yig'yapti. Shu kungacha terib olingan paxtaning 1,8 million tonnasi, ya'ni 50% dan ortig'i mashinalar ulushiga to'g'ri kelyapti. Paxtani shunchaki terish emas, bu ishni sifatli va natijador qilish masalasi ham bor. Shu sababli mavsum oldidan barcha hududlarda maxsus o'quv kurslari tashkil etildi. 2427 nafar mexanizator, professor, mutaxassislar va xorijiy ekspertlar tomonidan o'qitildi. Bu yo'nalishda ham tajriba ortdi. Kelgusi yil terim mavsumida 5000 nafardan ortiq mexanizator ishtirok etishi rejalashtirilgan. Universitetimiz huzurida respublikaning barcha hududlaridan qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha mutaxassislarni taklif etib, zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalarining tuzilishi va ishlatish prinsiplari, servis xizmati ko'rsatish va samarali foydalanish to'g'risida kurslar tashkil etganmiz. Joriy yil paxta mavsumi boshlanishidan oldin sentyabr oyida bizlar professor o'qituvchilar bilan birgalikda zamonaviy paxta terish mashinalarini qanday foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish va eng asosiysi zamonaviy terish mashinalari GPS moslamalari bilan moslashtirilgan bo'lib turib, GPS moslamalari albatta Sputnikka ulangan bo'ladi yoki bo'lmasa maxsus dasturlar bilan amalga oshirilgan bo'ladi. Mana shu bo'yicha bizlar hududlarga chiqdik, seminarlar tashkil etdik. Dalada real holatda paxta terish mashinalarida qanaqangi jarayonlar kechyapti, birgalikda ko'rdik. 2427 nafar mexanizatorlar paxta terish mashinalarini boshqarish, ularni rostlash, asosiysi mavsum yakunlangandan so'ng ushbu qimmatbaho mashinalarni saqlashga qo'yish qoidalari bo'yicha yetuk professor o'qituvchilar, o'z agro inspeksiya mutaxassislari hamda xorijiy ekspertlar tomonidan o'qitildi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi Shermat fermer xo'jaligi rahbari paxta terish mashinalar kuchidan foydalanish natijasida manfaatdorligi oldingi yillar bilan solishtirganda ancha oshganligini ta'kidlaydi. Bashiran kompaniyasining paxta terish mashinasidan lizing asosida olganmiz. Yuqori unumli texnika ekan. Bir kunda 35-40 tonna paxta teryapti. Haydovchi operatorlarimizga juda qulayligi katta. Prezidentimizning ilmiy yondashuv hisobidan
qilayotgan natijalari bu. Qarangki, ilgari bunaqa texnikani ko'rmaganmiz. Ilgari 3-4 marta terim bo'lardi, qiynalib ketardik. Dekabr oylari ham paxta tergan kunlarimiz bor. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik bizga sharoit yaratib beryapti. Mirishkor tumanidagi Orziqul fermer xo'jaligi rahbari Maxtumqul aka nafaqat fermer, 30 yillik tajribaga ega mexanizator ham. U paxtaga sig'inish davrlarining achchig'ini, alamini totganlardan. Shu sababli bugungi imkoniyatlarni yuksak qadrlaydi, sohadagi o'zgarishlarni tarixiy tashabbuslar samarasi deb biladi. Yangi rusumdagi mashinani lizing asosida oldim. Oldinlari ham paxta terish mashinasi haydaganman. Lekin bu paxta terish mashinalarida juda katta qulaylik, juda katta imkoniyatlar bor. Paxtada bitta chanoq qoldirmasdan toza teradi. O'zini o'zi yuvib tozalaydi. Mexanizator uchun hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Hozirgacha 850 tonna paxta terdim. Shuning hisobidan bankdan olgan kreditlarimizni yopdik, lizinglarni to'ladik. Tahlil qiladigan bo'lsam, shu terim mashinasida o'zimni paxta maydonimdan 150 tonna paxta terdim. Agar qo'l terimga berishim kerak bo'lganda shu pulni 300 million bo'lardi. Hozir buni bilan terganimda 200 million atrofida bo'ldi. 100 million sof foyda terimni o'zidan ko'rdim. Sirdaryo tumanidagi Nodirbek Bo'ri Tosh Majid fermer xo'jaligi rahbari Baxtiyor Yashmanov ham Bashiran rusumli zamonaviy paxta terish mashinasi xarid qilib kam bo'lmadi. Bir oyda 50 gektarni terib bo'laydik odam kuchi bilan. Mana bu yilga 3 kunning ichida komboyda terib yig'ishtirib oldik. 3 milliard 995 millionga Bashiran komboy oldik. Mana 509 million subsidiya, 400 million NDS qaytib keldi buni davlat tarafidan. Bu terimni tugatguncha yarmini yopib tashlaymiz ekan. Mexanizatorlarga o'quv kurslari tashkillashtirdi. Buni texnologiyasini kelib o'rgatyapti. Bu yil prezidentimizga rahmat. Birinchi so'r 1-2 ga oldi. Komboynikini, mashina izborini hech qachon bunday olinmagan. Mana 25 yil fermer bo'lgan bo'lsak, bunday sharoit bo'lmagan. Endi bu o'rinda bizning oldimizda turgan masala yangi kombaynlarni to'liq o'zlashtirish. Ularga mexanizatorlarni tayyorlash. Chunki O'zbekistonda bunaqa kombayn yo'q. Unga mexanizator muammosi yuzaga kelyapti. Shu narsani oldindan ko'ra bilib, Agroinspeksiya tomonidan qisqa o'quv kurslari tashkil qilindi. Ushbu o'quv kurslarida samarasi o'laroq shu kunga qadar kombaynlarda hech qanday nosozlik yuzaga kelgani yo'q. Sababi oldindan prognoz qilib, ularni o'qitib, bilim ko'nikmalarini oshirib, sertifikatlar berilishi ta'minlandi. Bugungi kunda o'sha olingan paxta hosilining 75% aynan shu terimiga to'g'ri keladi. O'sha bir oy davomida terilgan paxtani har bir kombaynga bo'lib chiqadigan bo'lsak, o'rtacha 40 tonnadan to'g'ri kelmoqda. Samarqand viloyatida ham bu yilgi paxta mavsumi zamonaviy terim mashinalari hisobiga ancha natijador bo'ldi. Bitta paxta terish mashinasi kuniga o'rtacha 12-15 gektar maydonda ishlab 30-50 tonnagacha hosil yig'adi. Bu qo'l terimidagi 600-700 nafar kishining mehnatiga teng degani. Shu bois hurmatli prezidentimizning qarorlariga asosan joriy yilda viloyatimizga jami 74 dona innovatsion paxta terish mashinalari lizing shartlari asosida xarid qilindi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ta'lim yo'nalishining bir qancha talabalari bor. Dual ta'lim asosida fermer xo'jaliklari klasterlarga yo'naltirganmiz. Paxta terish mashinalarini ishlatayotgan operatorlarga yordamchi bo'lib amaliyot o'tashmoqda. O'ylaymanki, buni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin, qo'li bilan ushlab, uni rostlanishlarini qanday bo'lishini ko'rgandan keyin qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasi uchun yaxshi kadrlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Aslida dalalarda hosil yig'ayotgan terim mashinalarining ovozi bugungi fermerlar minnatdorlik ramzi, islohotlar aks sadosidir.